Assalomu alaykum azizlar. 4 ta kottej 2,5 sotiqdan sotiladi azizlar. Tak. Lokatsiyasi 41-maktab. Eski avtovokzal orqa tomoni. Ana shunaqa katta maydonda joylashgan. Predoplata 50% azizlar. Hozir ichkariga kiramiz, batafsil ko'ramiz. İchkarini ko'rsatamiz azizlar. Ustolariga tan berdim azizlar. Zo'r qurgan ustolariga respekt. Zo'r quribsizlar, tan berdim, gap yo'q. Xo'p, azizlar ana shunaqa tambur bu yerga bo'ladi va katta vitrajni birinchi qavat ham ikkinchi qavat ham katta vitrajni panoramli oynalar birinchi va ikkinchi qavat fasad qismiga panoramli eshik va derazalar bo'ladi. Xo'p, ana bu yer tambur panoramli eshik derazalari bo'ladi, ikkinchi qavat ham. Mana bu uyni o'zi bo'ladi. Bu yerda lessiya joy bo'ladi. Ana oshxona qismi, sanuzil va spalni qismi. Ana bir spalni qismi azizlar va albatta shamol aylanish uchun hovlicha. Shashlik joyman deyman. Ana shunaqa joyi. Xo'p, azizlar, ikkinchi qavat holi to'liq qurilmagan azizlar, lekin juda ham sifatli qurgan azizlar. Ana shunaqa kolonnalarni ko'ringlar, ikkita qo'ygan. Bu devorga bitta ham yetarli o'zi, lekin ikkita qo'ygan. Ana shunaqa kurgavoy 16 ta kolonna qurilgan. Xo'p, azizlar, mana bu 150 talik kanalizatsiya trubasi va orqadagi hovlichani yomg'ir suvlari hammasi oldiga to'kib keladi. Old qismi hovli bo'ladi. Xo'p, qurilish 122 kvadrat, qolgan qismi hovli va ko'cha old qismiga. Azizlar, lokatsiyasini yana bir aytib o'tamiz. Xo'p, Yangiobod ko'chasi, Yangiobod mahallasi hududida, eski avtovokzal orqa tomonida, Oblgayni orqa tomon desak bo'ladi. Narxi 98.500 va albatta zazorchasi bor. 50% predoplata через notarius va 1 yildan to 1,5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi azizlar. Zazorchasi bor. Всех от души уважаю. Качественный коттеджи премиум mulkdan tavsiya beraman. Всех от души уважаю.